Assalomu alaykum. Men Namangan viloyati Kosonsoy tumanida yashayman. 2008-yil turmushga chiqib, yaqin 4 yil davomida 4 ta bola o'smay qolgan, rivojlanmay qolgan deb bolasizlikdan qiynalganman va birinchi turmushim bo'lmasdan turmushdan ajrashib, keyin undan keyin yana turmush qurdim. Undan keyingi turmushimda ham ikkita farzandim shunaqa rivojlanmay qoldi deb hadya qilishgan. Ungacha men juda ko'p joylarda davolanganman, juda ko'p doktorlarga ko'ringanman. Mikrobga rosa ko'p davolashgan. Keyin endi davo topolmasdan bir katta oyi davolab turgan holatlarda yana homiladorlikka ruxsat berganlarda yana homilador bo'lsam yana o'sha holat bo'lgan. Keyin shundan keyin menga mana shu respublikanskiy ginekologiyaga yo'llanma yozib berib, o'shaga bir o'shaga ko'rining deb mana shu yoqqa jo'natishgan. Keyin shu yerga kelib mana shu yerda Oltieva Maloxatoyiga uchrab, yo'llarda Umid opam bilan birga ular davolashdi va men boshdan oyoq 3 kun tekshirishdi va diagnozni aniq qilib qo'yib, mana shu yerda o'zimizda Namanganda biror marta bu qog'imga hadya qilishmagan, doim virus deb, mikrobga deb davolashardi. Keyin 3 kun tekshirishib, qon tahlili, hatto bosh miyalarimni MRTgacha qildirib, aniq diagnozni topib, keyin bu qog' tahlilini qo'yib, shu yerda davolashdi. 2018-yil 24-yanvarda kelgan bo'lsam shu yerga, fevral oyida homiladorlikka ruxsat berishdi va fevral oyida men qizcham bo'lib, 7-noyabrda qo'limga ko'tarib oldim. Avvalambor Xudo qolaversa shular sabab men onalik baxtini tuydim. Undan keyin ham telefonlashib yurib kichkina qizchamni tug'dim. Mana endi hozir yana 8 yildan keyin shu yerga kelib oilarimni ko'rib, sharoitlar juda ham zo'r. Yana boshdan oyoq analizlarni topshirib, Xudo xolasa yana bitta o'g'ilcha tug'ish niyatida shu yerga tashrif buyurdim. Men bularga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Doim hayolimda 8 yildan beri mana shu kelish nimasi bilan bir minut ham esimdan chiqishmagan. Shu qizchamning ismlarini ham shu oyamizlarga qo'yib, Malohatjon shu kishiga o'xshab meni ham qizim vrachlik usulida el yurtga foydalar tekshirdi deb Malohatjon deb ismlarini qo'ydik. Mana shu yerga kelinglar, kim haligi bo'lgan bo'lsa, men ancha yil umrim o'tdi. Endi o'zim bilaman, Alloh biladi, bu nimada moddiy, ma'naviy tomondan anchalik qilganman. Mana shu yerda 3-4 ta tabletkalar bilan ko'p narsa olmaganman mana shu qizimda. 3-4 dona tabletkalar bilan shu qizimni dunyoga keltirib oldim. Men tavsiya qilaman, menga o'xshagan qiynalganlar, mana shu yerga kelib shu oilarimga uchrab, hammalari ham menga o'xshab onalik baxti tuyishliklarini Allohdan so'rab qolaman. Ularga kattadan katta rahmat. Shunda sharoitlarni qilgan prezidentimizga katta rahmat, shu yer direktorlari. Hozir undan ham 8 yil oldingidan ham ancha o'zgarishlar bo'lib, sharoitlar, remontlar juda chiroyli bo'libdi. Har bitta soha bo'yicha ginekologik tajribali vrachlar bor. Hammaga katta rahmat.